Va hammaga salom, sizlar bilan men Drake Minecraft. Короче, bola bizda bugungi videoda telefonga Java modni o'tkazishni o'rganamiz. Короче, video boshlanishi oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Bizda tez orada 2000 ta obunachiga erishamiz. Qani bo'lmasam, go let's go. Короче, obunachilar va bola qizlar, keyingi video nima haqida bo'lishini esa sizlar kommentariyaga izohga yozib qoldiringlar va men o'qib chiqaman. Va hamma kirganida shunaqa bo'lib turadi. Shuning uchun endi biz hoziroq Telegram mod kanaliga o'tamiz va bu yerda siz ko'rib turganlaringizdek yangi Telegram mod kanalimiz. Xo'sh, endi esa bu yerda yozilgan, faqat bu kanalda Minecraft 1.1.5 uchun modlar tashlanadi. Ko'rib turganlaringizdek bu yerda o'sha videoyimdagi Slenderman modni tashlaganman bo'lib, mana ko'rib turganlaringizdek resurs va behavior pack hammasi bor va ma'lumotlari ham bor, hammasi bor. Ikkinchisi esa bu yerda men bilmayman nega, lekin men o'sha craftsman shaderni tashlaganman. Ko'rib turganlaringizdek mana ma'lumoti ham bor va hamma kutgan o'sha Java mod. Короче, mana ko'rib turganlaringizdek men ham uni o'z Telegram mod kanalimga tashlaganman. Mana ikkalasini yuklab olasizlar-da bola, birdaniga o'xshash uchun. Endi esa Minecraftga qaytamiz. Minecraftga kirganingizda esa bizga birinchi bo'lib настройкаga kiramiz-da. Va настройка bo'limidan esa bizga global resource degan joy kerak bo'ladi, bosamiz. Va bu yerdan ko'rib turganlaringizdek mana o'sha vershtak rasmli va shu Minecraft blok rasmi. Birinchi bo'lib biza shuni qilib olamiz. Knopkalarni ko'rmadigan va buni keyin kompyuter modi Java va endi esa o'zimni bit marta настройкамni ko'rsatib o'taman. Mana meni настройкам shunaqa bo'ladi. Короче, plyus bilan o'ynayman, hamma biladi-da. Xo'sh, mana o'sha video настройкамni ko'rsataman. Bunaqa emas, bunaqa bo'ladi. Fancy cross o'chirgan. Klassikda turadi har doim va chunk 5. Xafa bo'lmaysizlar. Короче, mana ingliz tili va audiosi yaxshi. Endi esa biz ketdik. Mana bo'lar. O'sha hamma kutgan Minecraft mod o'rnatildi va ko'rib turganlaringizdek bu yerda xuddi Javaga o'xshab turibdi. Endi esa biz mana bu yerda almasni topib o'ynaymiz. Agar chiqishni xohlasanglar kommentariyaga yozinglar. Endi esa biz yangi dunyoni yaratamiz. Generate random da. Shunaqa ko'rinadi va kirganingizda esa shunaqa ko'rinadi. Endi esa biz xo'sh, bu yerni kreativ qilib qo'yamiz. Xo'sh, endi esa bu yerga biz 3 ta xeyli qishloqni kiritamiz va buni hamma biladi. Har bitta dunyoga qo'shdan oldin shunaqa qilib buni birinchisi, buni esa ikkinchisiga qo'shib qo'yish kerak. Shunda yaxshiroq ishlaydi. Bu yerda esa boshqa modlarim bor. Ko'rmaysizlar kerak. Bu yerdan faqat bola mana hammasi yaxshi. Donni bosmaysizlar, bo'lmasa chiqib ketadi. Shuning uchun playni bosamiz. Короче, endi esa bu merga kiradi dunyoga. Kutamiz endi. Qachon bo'ladi endi bu? Mana kirdi. Mana bola ko'rib turganlaringizda Java'ni xuddi o'zi bo'lib qolgan. Ko'rib turganlaringizda mana. Xo'sh, uchamiz hamma bloklarni tashlaymiz. Ko'rib turganlaringizda tez tashlayapman. Men zo'rman. Xo'sh, mana o'sha qishloq, hamma bilgan qishloq, suvni qaranglar, xuddi Java'nikiga o'xshagan, Java edishinde. Xo'sh, короче, ko'rib turganlaringizda qishloq yap yo'q, bu da o'sha Fayzi video oladigan qishloq. Qani endi bu yerning sandig'i da yaxshi, okey. Undan 5 yo 4 beraman da bo'ladi. Xo'sh, endi siz narigi ko'zni sanab borib ko'ramiz. Ko'rib turganlaringdek qishloq gap yo'q. Men ham shuni videolardim oldinlari. Xo'sh, короче, obuna bo'ling-da, like bosing. Okey, mayli endi esa biz Fayzining uyiga kiramiz. Mening ham uyim bo'lganda. Xo'sh, buni almasi bor ekanmi? Fayziga gap yo'q, obuna bo'ling. Endi esa bu yerda sakrab o'tamiz. Okey, mana ko'rib turganlaringizda bo'lar. Men qanday qilib Java modini o'tkazishni o'rgatdim-da. Endi esa bo'lar, keyingi video qanaqa bo'lishini sizlar yozib qoldiringlar. Men o'shani chiqaraman. Xohlasanglar almasni top o'yini yoki Minecraft dumaloq dunyo bo'lib qolgan vyejivaniya qilamiz. Короче, bo'lar, tezroq obuna bo'ling.